Mahsulot narxini qanday belgilashimiz kerak? Bu avvalambor qanaqa nishaga kirayotganingizdan bog'liq yoki nima pozitsionerniyaga kirayotganingizdan bog'liq. Agardaki siz kirayotgan nisha yoki pozitsionerniya o'ta узкий bo'ladigan bo'lsa, unda juda katta ehtimol siz yaxshigina marja qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu ham xohlagancha qo'yasiz degani emas. Ya'ni bu yerda narx elastikligi degan mavzu bor. Siz qancha marja qo'yganingizda savdoyingiz qancha tushadi yoki qancha marjani tushirganingizda qancha savdoyingiz ko'payadi. Shuni ikkalovini zaltiy seredinasini olgan holatda siz narx belgilaysiz. Bozorda juda ham ko'pchilik kirayotgan paytida, masalan, oxirgi bir 15 yil oldin boshlagan biznesmenlarimiz yoki tadbirkorlarimiz bozorga odatda qator narx bilan kirishgan. Chunki u payt arbitrajning imkoniyatlari juda katta bo'lgan. Ya'ni bozorda deyarli hech qanaqa o'yinchi bo'lmagan. Odamlar har bitta mahsulotga nisbatan o'zida ochlik his qilgan. Shuning uchun qanaqa mahsulot olib kelsangiz ham juda ham katta marja bilan ham hech qanaqa narsalarsiz ham sotish imkoniyati bo'lgan. Lekin bu uzoq muddatli strategiya emas. Uzoq muddatli strategiya emas. Qaytanga o'zi katta marja bor biznes yoki industriya bu eng jozibador hisoblanadi. Masalan, siz faraz qiling, O'zbekistonga avtomobillarni antiradarni olib kiradigan kompaniyasiz. Faqatgina bozorda bir o'zingiz ishlayapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Necha yildan keyin sizni yoningizda yana konkurentlar paydo bo'lishi boshlaydi. Uzog'i 1 yoki 2 yil ichida. Ya'ni bu bozordagi eng jozibador industriyaga aylanib qoladi. Shuning uchun ham buni jozibadorligini sun'iy kamaytirsa ham bo'ladi. Ya'ni искусственный o'zingiz ongli ravishda bu biznesda jozibadorligini kamaytirish uchun uzoq muddat agar brend qurib ishlamoqchi bo'lsangiz, o'zingiz avtomatik marjangizni kamaytirib ham ishlasangiz bo'ladi. Odamni aytadi, masalan, mana Bobur deydi, antiradar olib kiradi, lekin undan katta foyda topmaydi deydi. Undan ko'ra biz antiradarga tikadigan pulimizni недвижимость olib qo'yganimiz ancha выгодныйroq bo'ladi. Buni fanda opportunity cost of capital deydi. Ya'ni pulni vaqtdagi ulushi yoki qiymati borasida qanchalik sizni biznesingiz jozibador bo'lib boraversa, bu yoqda konkurentlar ham ko'payib boraveradi. Odatda bu mass marketda shunaqa narsa kuzatiladi. Nishada qanaqadir saqlab qolsa bo'lasi, nishada o'zi juda katta o'yinchilar uchun u joy qiziq bo'lmaydi, chunki o'tda segment anchagina kichkina bo'ladi. Ya'ni masalan, mass market uchun siz sut ishlab, mahsulot ishlab chiqadigan bo'lsangiz, odatda odamlar sutni arzonini xarid qilishga odatlanishgan. Taxmin aytaman 85-90%. Taxminan bu. Lekin juda ham kichkina nishalar bor. Masalan, diabetlar uchun sut ishlab chiqadigan bo'lsangiz, o'tda umumiy bozori 0.5%. 1% masalan tashkil qiladigan bo'lsa, qolgan krupniy o'yinchilar bu yerga kirgisi kelmaydi va siz bu yerda uzoq muddat yaxshigina marjada ishlasangiz bo'ladi. Shuning uchun ham inglizlarning maqoli bor, riches on the niches degan maqol bor. Agardagi sizlar o'zingizlarning resursingiz kam bo'ladigan bo'lsa, men maslahat berardim, qanaqadir bir jozibador bo'lgan kichikroq nishani topib, o'sha yerda yaxshi marja bilan ishlashinglar. Agardagi resursingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda katta bozorlarga kirib, u yerda mass marketni egallash uchun cost leadershipga erishib olish kerak. Cost leadership nima degani desiz, siz bozorga kirib juda ham katta savdo ob'yomini olasiz va shuni evazidan olayotgan seriyangizdan, boshqa mahsulotlaringizdan optimizatsiya qilishni boshlaysiz. Shunda hech kim bu bozorga sizchalik kirib sota olmaydi. Masalan, siz kichkina sex sifatida sizga 1 litr sut 9000 so'mga tushadigan bo'lsa, menga bu 7000 so'mga tushadi va men bozordagi polkadagi narxni bemalol 9000 so'm qo'yib qo'yib sizni o'yindan chiqarib yuboraman. Ya'ni shunaqangi bir algoritmlardan iborat.